pedagogik mahorat markaziga bir oylik malaka oshirish uchun keldik. Shu o'tgan bir oy davomida biz professorlarimiz tomonidan juda ham ilg'or metodlarni, texnologiyalarni o'rgandik va biz buni kelajakdagi o'qitish jarayonida qo'llaymiz. Kechagina biz hamkasblarimiz bilan birgalikda test jarayonidan o'tdik va barchamiz yuqori natijalarni qo'lga kiritdik. Bugun mikrodars jarayonini olib bormoqdamiz. Darslarimiz juda ham faol, yuqori darajadagi metodlarga boy o'tmoqda. Karimova Feruza Baxtiyorovna Xorazm viloyati Hazorasp tumani 45-sinf maktabning oliy toifali ona til va adabiyot fani o'qituvchisiman. Bugungi kunda Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazining 1-guruh ona til va adabiyot fani tinglovchisi hisoblanaman. Mana biz bir oy davomida bu yerda professor o'qituvchilardan Nasiba Ergashevna, Islombek Bobojonov, qolaversa boshqa ustozlardan yangi metodlarni o'rgandik. Kelgusida o'rgangan ma'lumotlarimizni, o'rgangan ilmimizni, yangi metodikalarni albatta ish faoliyatimizda qo'llayman. Bo'lib o'tayotgan mikrodarslar jarayonida hamkasblarimizdan ham yangi metodikalarni o'rganmoqdamiz va buni albatta ish faoliyatimizda qo'llaymiz.